Assalomu alaykum. Azizlar, uy solganlar dunyodagi uyini solganlarni tomlarini yopishdi. To'pli pollarini kirgizdi. Eshik romlarini qo'yishdi. Hammasini tayyor qilganlar esa uylarini yoqib, issiq uylarda yotishibdi. Lekin abadiy bo'lgan uyimiz qabr. Abadiy bo'lgan shu yerda dunyodan ko'p shu yerda yotamiz. Qarang, dunyodan ko'p shu yerda ko'p tunaymiz. Shu yerda ko'p maskan tutamiz. Lekin mana shu uyimiz uchun tayyorgarlik qildikmi? Bu uyimizning ramlarini, bu uyimizning to'pli pollarini, bu uyimizni sharoitini qildikmi? U uyimizning sharoiti, to'pli poli, rami nima? Gilamlari nima? Qur'on tilovati, 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etishlik, Alloh taoloning harom qilganlaridan chetlanib, halollariga, solih amallarga, chunki solih amallar sizni mana shu qabrda doim hamrohingiz bo'ladi. Mana shu qabrda doim siz do'stingiz bo'ladi. O'qigan Qur'on sizga sohib bo'ladi, sizdan shafoatchi qiladi. Namoz esa sizni mana shu joyda qo'rg'aydi. Namozlarini o'qimagan, namozlarini qazo qilganlar dunyo ilonlariga o'xshamagan bir ilon keladi degan. Peshinda, asrda, shomda, xuftonda, bomdodda chaqadi. Dunyo ilonlariga o'xshamagan ilon. Nega? Namoz vaqtlarida namozlarini qazo qilganligi uchun. Shuning uchun azizlar, mana shu qabrimiz uchun abadiy bo'lgan mana shu hayotimiz, manbayimiz, baytimiz, uyimiz uchun harakatimizni qilaylik. O'zimiz to'g'rilaylik, hisob-kitob qilib olaylik.